quvvat bersin. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Ko'chada Anora ozgina ziyoda aylanib. ko'rinib berdim Feruza. Ha, Xudo Ziyoda meni quvvat oldimga bersin sizga. keluvdi, hozir gaplashib, ko'chada ancha o'tirdikda ketdi. Havo zo'r edi. Ha, yaxshi. O'shanga Anora bilan ham hozir telefonni qo'yib, sizlarga anaqa qildim. Anora bilan ham gaplashib. Hozir shu tema Yaxshimisiz, ochilib, bu Feruza? temani gapiryapti. Yaxshi, hammasi Allohga shukr. Ovozingiz yaxshi, singlim. Hamma shunaqa yaxshi anaqada gaplashing. Bizaga har o'sha quvvat dalda-de. Yaxshi bo'ling. Kecha Doim aytdim-ku, duodamisiz. Gulchehra bangi dars ko'rsa dedim-ku. Ha, вот молодец. Молодец. Молодец, Feruzaxon. Boyagi yangi yozilgan anaqalarga qarab, afsuslat qilyapsizlarmi? Nega indamay turibsizlar? Nimani? Yozganiga jahlim U narsa menga taalluqli narsa emas. Anorani o'zini hayotidagi narsa. Agar kirib aytib bergisi kelsa, o'zi vaqti kelsa aytib beradi. Lekin umuman menga ham, Ziyodaga ham umuman bu temaga taalluqli narsa emas edi. Anorani o'zini qarindoshlariga taalluqli narsa. Ha. Mayli. So'ramoqda telefonda agar so'rashsa aytsam bo'ladimi deb o'zidan so'ramaganim uchun hozir qandaydir anaqa bo'lib qoldim. Ikkilanib qoldim. Ha, yo'q, mayli. Oldilar. Ha, shunaqa. Oldilardan o'ting birog'i. Demasin. Ha, bekor Ha, aytsin to'g'ri, demasin dedim. O'shanga uni o'zini ishlari, o'zini hayotida, o'zini ishlari shunaqa bizni hayotga, bizni anaqalarimizga taalluqli emas. Bu narsa tim bo'li unda u men kelishimdan oldin boshlangan narsa, bu hozirgi temasi. Endi davom etyapti-da, u qayta. To'g'ri. Feruza, mana shu hammani o'zini hayoti bor. Siz bilan bizning munosabatimiz hayotimizni bir bo'lagi, misolan. Deydi-ku. Bamyoda yana boshqa bitta katta kusok hayotimiz bor o'zimizni. Qarindoshlar bilan o'zimizning alohida munosabatlarimiz, qo'shnilar bilan, farzandlar, qaynbo'yni, jigarlar bilan. Buni hamma narsani shunga olib kelib boylayverish kerak emas-ku. Ay, boylayversan, qo'yavering. Biz umuman e'tibor qilmaymiz. Gap topolmaganda shuni nima qilyapti-da endi. Ana shuda gap topolmaganida uni gapiryapti, buni gapiryapti. Tema yo'q-ku. Tema yo'qligidan meni ovozlarimni qo'yib tashlabdi. O'zi hamma joyga taniqli bo'lib ketgan bo'lsam, yana ham tanitib berishyapti-da. Gunohlarimni to'kib beryapti shunaqa. Feruza. Uzr kechirasiz. Mana ham bugun kimligimni bilaman, menga aytdi, o'zim bilmay yurgan ekanim shu vaqtgacha. Yo'q. Men nima ekanim? Yahudiy ekanimman. Bilib oldingizmi kimligingizni? Rahmat. Buxarskiy Yahudiy ekanimman. Rahmat aytmadingizmi? Rahmat bildirib qo'yganlaring uchun deb. Aytdim. Ha, mayli. Buxarskiy yevrey deydi bu kishini. Bu kishi o'zlari bera gapirib turibdilar. Mani linkimni olib, mani ismimni, familiyamni qo'yib, rasmimni qo'yib, mani o'timdan yozib o'tibdi. Men hayron, men tavba qildim. Astag'firulloh. Yahudi ekanimman. Bilmay yurgan ekanimda, shu 50 yoshga kirib bilmay yurgan ekanim. Shunaqa. Depana meni o'zim ham ana o'qib ko'rib o'zim ham aytaman, menga tashlab bersa o'qiyman-da. Voy, shu menmikanman, meni egizakimmikan deb o'tiraman-da. Mayli-da. To'g'ri. U dunyoga o'shancha aytdim-ku, u dunyoga borganimda Xudo xolasa shunday to'g'ri jannatga qizimning oldiga tushaman deb shuning uchun aytdim-da, hech gunohlarimni ham to'kib bo'lishdi. Manga u musulmon odamga sen musulmon emas deyishni o'zi u bilasizmi qanaqa nima johil nima odamni u manga erta spros olaman men u mana yahudiy degani uchun shunday qo'ymayman yana rasmingizga o'zingizni hijobga kirganingizni qo'yib qo'yganingiz bunday olganda hijoblik. Mayli-da. To'g'ri. Endi ijod qilishgan qizlar. Ijod qilingan. O'zimiz yo'q narsani o'ylab topishga vaqt ketadi. Tuzukroq narsa o'ylab topish uchun kichkinagina bo'lsa ham aql kerak. Shunaqa. Men qotil ekanim.
Hay dedim. Shunaqa. Tavba qildim. Tavba. Mayli-da. O'shan Ha, aytyapmiz. de unaqa. Ha, xuddi shunaqa. Bir tuzukroq, bir qoyil qiladigan yoki bizni qoyil qoladigan, bizni raddiga keltira olmaydigan, yo bizani kulgimizni qistatmaydigan bir chiroyli narsa ham o'ylab topishmaydi. Fantaziya yetmaydimi? Aqli yetmaydimi? Kulgisi qistaydi deb bilan qotgan ishigacha. Ay, tavba. Ustozi nima Ahad Qayumi nima bo'ladi? Ssenariyni normali yoza olmaydi. Ahad Qayum bulardan ko'ra tuzukroq yozadi. Voy. Bu bular вообще nol ekan fantaziya. Tavba. Shunaqa. Mayli, biz e'tibor bermaymiz. Shunaqa. E'tibor qilishimizni xohlayapti, bo'lmayapti-da. Ha. To'g'ri. Yo'qcham. E'tibor bermaymiz. Xullas ular chalg'itishni yaxshi ko'radi, bir-birini urishtirishni yaxshi ko'radi, tomosha qilmoqchida. O'tirib quloqlar oldida eshitib turibdilar ichida. Ha. Hech ham to'g'ri O'sha o'tirib eshitayotganlar o'sha yana bu yoqda o'tirib qulog'ini tashab qo'yganlar o'sha ehsonchiga aytsin, mana ko'chada aylanib qo'shnisi ekanman-ku, yuribman, kelsin oldimga. Duxi yetmaydi, Feruza duxi yetmaydi. O'zi aytdi-yu, bilaman uyini qo'shnim bo'ladi debdi. Mana yuribman trotuarda, aylanib yuribman. Kechqurungi sayr bir o'zimman. Anora ham bugun xo'jayini bilan anaqada bugun ularning yubileylari ekan. Ziyoda ham o'zi bilan o'zi, qolgan qizlar ham uzoqda, hammasi uzoqda menda. Mana kelsin yuribman pastda. Молодец. Tekzapo ko'chada yuradigan mishalar bor-ku, ikki ko'rsa bunday tuylar tutga bo'lib deydigan. U siz uzoqdan ko'rsangiz mana shunaqa qilib qochib ketadi. Shu rasm ko'rsatayotgan o'tib ketgan bo'ldi u. Shuncha zo'r. Endi aytdi-yu, haligi qizini anaqasi qotilligi yo'qligi uchun ehsonga yopishyapti debdi. Ehsonni so'raymiz-da, nega so'ramas ekanmiz? Odamlarning mehnat qilgan puli bersin отчетini o'sha odamlarni o'ziga kim uchun yiqqan bo'lsa o'shalarga bersin. To'g'ri. Bekzapa bitta Nozimani o'zini pullari borligiga ehson yig'ilmadi. Qolgan hamma marhumalarga yig'ilgan-u. Shuni aytyapman-da. Nozimanikini so'ramasak ham boshqalarnikini so'raymiz. Lekin Nozimani ham davlat ajratgan puldan tashqari Nozimani qo'lida bankasida hisobida puli bormi desa, Shehzodni o'zi og'zidan aytgan, puli bor deganda onasiga chiqarib bering degan. Mashinasi borligini o'zlari aytgan, o'zlari olgan 12 ta seriyani ichida mashinasini aytgan, hisobidagi pullarni aytgan, depozitni aytgan. Ularni qayerga ishlatganini bizga ularni отчетini bersin bo'lmasam. Yarim narsasi kelgan, yarim narsasi kelmagan. Bular o'yladi, ona eslatmaydi hozir dedi-da, men ham mayli qo'y deb o'sha paytda haqiqatan ko'nglingizga sig'maydi odamni. Lekin baribir hamma narsani o'zini hisob-kitobi, vaqti soati bor. Bolam ko'chadan o'ynab tirnoqlab topgan, mana halol mehnat bilan topgan. To'g'ri. Mana chetda yuribmiz, bir so'mlik narsani olishni o'zi bo'lmaydi. O'z-o'zidan kelmaydi. Hamma narsa o'ylab o'tiramiz. Yana uyimizdagilar onam kiydimikin, singlim kiydimikin, xolam kiydimikin, ularga ham olishim kerak. Nozima ham shunaqa qilib yiqqan. Biz qanaqa qilib yiqqan bo'lsak? o'zicha karlar yana anaqa qiloladi. Men bo'lmasa ovozim o'zi qo'shmayapti-da. Dayusni kattasi. Chunki ko'rmagan narsasiga fohisha challenge qilaylik degan o'sha, sizga baqirgan o'sha, qaysi onaga kim baqiradi? Yana sansiraganiga o'lasizlarmi? Gapirmang. Ana shu payt shunaqa asabim yomon bo'ldi, sansiragan xolos. Ana o'shandan keyin qiziqdim. Ungacha e'tibor bermayapti-dim. Men hamma joyda aytaman, qayta aytaman. Ungacha e'tibor qilmayapti-dim. Endi internetda chiqyapti deb
fohisha deb o'sha o'lgan qizni ketidan fohisha qilib challenge qillaring dedi. Вообще odam miyasiga urib ketdi bu narsa. Keyin qarasam shansallab baqirayotibdi qizni onasiga. Men Ferzatanga Voy. o'sha baqirganda "O, kimsan sen? Sen qanaqa onasan?" deb mashinalar urib tashlaganda ko'rganman men birinchi marta. Keyin ochib, mana ko'pchilik aytmayapti ismlarini. Men hammasini ismini yoddan bilaman-da. Kecha chatda ham aytib o'tirdim-da. Unati bunaqa, bunati unaqa deb. Ju shunaqa bo'lib qolar ekanda, miyangiz faqat ashunaqasi bo'lib qolar ekan. Ismlari esingizda qolar ekan, boshqa narsalar qaysi nima deganiga doir esingizda qolar ekan. Chunki u bizda o'zimizda ichimizda nafrat yaratdi. Sevgi bilan Yo'q joydan. bitta qilchali deyishadi-yu, undan ham yaqin ekan. Men u bolani umuman ko'rmaganman, netmaganman, kuzatmaganman. Lekin onaga baqirganini ko'rib, "Всё, nafratim o'sha odamga ketdi-da." Uni atrofidagilarga ham. Onani Shunaqa. To'ppa-to'g'ri. O'shandan keyin o'shandan keyin qidirib YouTube'larda qidira boshladim o'shandan keyin. Men sizlarning ovozingizlar chiqqan chatlar bor, o'shalarni qidira boshladim. Bu yoq tomonni. Keyin bir kun lentamdan baraka topsin Javohir yaxshi ham hamma yoqqa qo'yib tashlagan ekan. Uzlon bo'ldi. Boshqatdan yig'ildi. Mana buni bosib kiringlar deb xursand bo'lib ketib shuna bosib kirib oldim keyin. Agar o'sha challenge qilinglar demaganida yoki Feruzaga sansallab baqirmaganida men e'tibor bermayotgandim. O'shandan keyin o'zi e'tibori qaratdi. Hammani e'tiborini o'ziga o'zi qaratdi. U qanchalik bulg'asa, Nozima bilan Feruzani, Alloh shuncha aziz qilib tepaga chiqarib, o'zini undan-da battar qorib yotibdi, o'zi bilmayapti bu bola. Shunaqa shukur qilaman-da, bilasizmi Gulchehra opa, uydaligida ham, uyimizda agar bir so'm pul qolmasa ham, oxiriga 200 ming turgan bo'lsa ham, ana u qizchaga narsa olib bormoqchi edim, atab shu pulni shunga atab olib borib ehson qilib kelay, ona desa to'xta, zapat turib tursin. Ay, keladi yana oylik poyliklar kelib qoladi. Ona o'ylamay qo'ying, olib borib beray deb rosa ehson qilgan qizda, uydagi pulni olib ham ehson qilgan qizda. Aytaman, juda ham ehsonda gap anaqa ekanda, ko'p ekanda, haqiqatdan ham ko'ngil toza bo'lish kerak ekanda. Даже so'ramagan, birovga berganini birovga aytmagan hamda даже. O'sha qizcha, o'sha rosa ham ko'nglini olganda, o'sha ikkita qizchani ikki xatligida o'sha ayol aeroportdan kelayotganda dori qo'liga qog'oz bir narsa berishgan, korobkami nimadir olib o'taman desa ichida narkotik bo'lganda, qo'lga tushib qolgan. O ayol bo'yida 7 oydan sal oshgan bo'lgan. Ana ayolni mazasi bo'lmaganda, keyin kameralarda ko'rib u ayol oqlangan, lekin u yurak tamom bo'lganda, tug'ayotgan paytda o'lib qolgan. Katta qizchasi 2 yasharmi bo'lgan, bu chaqalog'i bo'lgan, o'shalarga bir podryad yolg'on bo'lmasin, bir 7 oymi 8 oy qatnadida. Har oyda bitta korobkaga daqa qilardi, produktda qilardida, polniy anaqa отдельно ko'ylakcha yoki oyoq kiyim yoki yana bir narsa o'yinchoqchalar olib, men bilan birga borib, o'sha qizchalarni, o'sha qizcha 1,5 yosh bo'lguncha qatnabmiz haqiqatdan ham. 5-6 oylikmi bo'lganmi, 7 oylik bo'lganmi biz borganimizda mahallaga borib, mahalladan topganmiz-da biz ularni. Biron joyga men ehson qilmoqchi edim deb bir mahallaga borganimizda shularning adresini berganda qidirib topib borganmizda shu yerga, shu qizchaga qizimning mehri tushib qolgan. Keyin oxirgi marta ketishdan oldin borganida ana qizcha o'zi yura boshlaganda, shunaqa kelyapti yugurib, menga qaramasdan Nozimaga qarab ketyapti-da. Nozima aylanib ketay, meni tanib qolganingdan deb quchoqlab o'pib, ko'tarib olib rasmlarga tushgan edi-da, telefonida bor edi shu narsalar. Kelishimdan oldin ham bordim ularga ekanda Feruzaxon. O'sha buvilari yig'lab duo qildilar-da, hech ham bunaqa bo'lishi mumkin emas, Nozimaxon deb rosa yig'ladi-da, buvilari ham o'sha buvisining qo'lida katta bo'ldi, ikkita yetim qizcha. Rosa anaqa mehr bergandi o'shalarga. Har oyda shularnikiga borardi. Alloh rozi bo'lsin. Payg'ambarimiz sizga qo'shni bo'ladi deyiladi-yu. Mana yetim shunaqangi nimalarga ehson qilib, silay rahim qilgan bandalariga. Anaqa degan Feruza,
anaqa deb qo'ygan videoyingizni ko'rdim deb bolam bechora холодильник olganlarida xursand bo'lib ketganlar. Men aytaman shu yomon qiz bo'lganda shunaqa xursand bo'lamidi? Shu shunchalik xursand bo'lib ketishini qarang. Voy onang o'rgilsin bolam. Xursand bo'libdi-da ko'rib Gaplashtiringlar, menga Anora telefon qilyapti. Hozir 1 minut kiraman qaytib. Bo'ldi, xo'p endi. Gulchehra va haligi onasi tug'ilgan kuniga onasi tug'ilgan kuniga manaqa bo'yniga narsa taqsam qilib og'zini bitta tarafini qilib maqtanib qo'yishi. O'shanda bildimda o'zimizda aytyapman-ku, o'zimizda sodda qizligini o'zimizdan u. Oy to'ppa-to'g'ri aytibsiz, o'zimizdan u fohisha emas hech qanaqa. Men oshnaqaman-u. Men oshnaqaman. Shu o'zimizdan. Men olgan bitta narsani maqtanib hammaga ko'z qilib. Mana ham shunaqa ayollar o'zimiz quvonchimizni bo'lishimiz keladi-yu, to'g'rimi? To'g'ri. Yaqinlarimiz bilan dilimizdan bir xil. O'sha aytaman, qarang, bolam bechora shundoq ko'rib odam tamom bo'ldi. Qarang, agar o'sha yomon qiz bo'lganda, ulayotgandek bo'lganda bitta холодильник olganiga shunaqa xursand bo'larmidi? Parvosiga keltirmay anta sigaretini chakib, bir chekkada nima qilib o'tiraverardi. Tirnog'ini bo'yab, xuddi shunaqa. Halol mehnatda to'planish xursand sakrab, qarang, xursand bo'lishini. Ishlagan joyi ham Gulchehra va qiymatga joy ekan. Qarang, sog'lig'imga zarari bor demagan, jonini javorga berib ishlagan. Shunaqa bo'ladi, haqiqiy valam chaqam, onam deb oilasi uchun jon kuydirgan ayollar shunaqa bo'ladi. Unaqangi fohishalar bir kun ham ishlamaydi. Oyna etakdan bo'shab nechta erkakni qabul qilib o'tiradi. Chidab bo'lmaydigan gaplarni gapiryapti ifloslar. Xudo ko'rib turibdi, ular jazosini bersin. Suv buzadi, odam gap buzadi, bo'lmasa u halol mehnatda, tirikchilikda zo'r ishlab yurgani fohisha chiqarib uyalming yondagi iflos ayol qizlar voy qoyil qolaman, ishonaymi, fohisha u degani o'ylayman, qo'ltig'ingiz qab gapirsanlar. Xuddi bir boshqa gapirgandek isqirtlar. O'zlari o'tiribdi o'sha yerda shunaqalar. Salla o'zingga bilib ol, avval. Nechta qizlarni aldab ishga taklif qilib nima qilganlari mana kelib chiqyapti-ku, ko'ryapmiz o'sha qizlarni gapirib beryapti. Allohdan qo'rqmaganlar. Ana qiz nima bo'ldi, Gulchehra? Ana qiz nima bo'ldi? Navoiylik Marjona deb eshitdim. Gapirganlarni eshitardim, dugonasi deb. Yo'q, qiz ketdimi u tarafga? Yuribdi. O'zi birinchi paytdan birinchi mana shu Nozima vafot qilgandan keyin, o'ldirilgandan keyin 1 soat ham bu yoq tomonda bo'lmadik. Sen isqirt. Men u qizni 1 soatga bo'lsa ham bu yoq tomonda bo'lganini ko'rganmi? Janozaga hattoki bormabdi. O'sha kuni. Da, janozaga bormadi dedi onasi, eshitardim. Hattoki janozaga bormaydi, pozitsiyasi aniq ko'rinib turibdi-yu. Nigora o'rtoq. Hayron qolaman-da, qarang. Shu bolachasini, oyi, mana uyga chaqalog'imiz keldi deb xursand bo'lib aytganlarni ko'rdim-da. Shu bir joyda tuz degana 40 kun salom. To'xta, shuni ruxsat bo'lsin, bolamni meni siladi, nima bo'lsa ham deb. To'g'rimi? Begona yurtda musofir joyda joy berdi. Albatta. Sendan nima ketdi? Bittasi qo'rqib o'qiganda ham, murojaat qilganda ham. Sekingina Ferza xolajon aytish kerak edi. Aybi bo'lmaganda borardi-da, aybi borki, o'shanga shunaqangi yo'l tutyapti-da. Halichi ham kelib chiqadi, men aytdi deysizlar. To'ppa-to'g'ri, ana shu gapingizga qo'shilma, aybi bor. Aybi borki, shunchalik qochyapti. Aybi bo'lmaganda o'sha kuni ham telefon qilib, xabar olib, balamga qaragan, bir kun bo'lsa ham non tuzini yeb ichganman u dugonam deb. Normalniy vijdonli inson qilardi bu ishni. Aybi borki, shunaqa qilib yuribdi. Hali qarab turing-da, Bonuxon. Kalaman uchi topilmayapti-ku hozir. Kalaman uchi shunday topilganda ular bir-birini chaqadi, bir-birini aytib beradi. O'shanda u qiz ham qo'li bo'ladi. Qarab turinglar. Oz qoldi, ko'p o'tib oz qoldi. 40-chi, 41-chi deyli. Anu kechirasiz.
u kun video qo'ydilar-ku, anavi 5 ta bolalik haromi qanjiq Ha, bu ha. kishiga unday edi deb bechoraga solib, o'zini bechoradan olib bechoraga solib, onaga yuragi yo'q nima kuyganday gapirgan. To ishi bitgancha haromini qanjiq. Gapirmang. Mana da eshitib hayron qoldim. Biz shundaqa nevjit qilgan bo'lsam, o'shani ko'rib, undan keyin men u kun ko'rdim uni, undan oldingisini aytmayman. Dakansa boring, dakansa Aytmayman. deyishchi. Menimcha boshida haqiqatdan bu ham ona taraf bo'lgan. Keyin bu Yo, Banu. Banu yanlishmi? Bu anaqa olgunchi. Bu daveriniz olgunchi. Yaxshi bo'ptur. Daveriniz olgandan keyin cancel basharasi ko'rinadi. Yo'q, apa o'sha yerda o'tirgan gapirayotgan vaqtiga uni aftit uni podovat qilyapti, nima yolg'ondan gapirayotganini. Xuddi shunaqa. Gulchehra anu oqshamchi, rosa anu TikToklarda Nozima yaxshi edi, akkuratni unaqa qiz edi deb rosa maqtab turib 380 gradusga o'zgarib ketdi-da, voy blin deganman-da. Bular haqiqiy sotildi bular deganman-da. O'shanda undan keyingi holat ko'rib. У них все совместно было изначально. Hammadan tovoq tanish, avvaldan tanish. Kerak bo'lsa Sherzod ham avvaldan bular tanigan avazlar. Artistlik qilgan ekanda ular, squtlar. Naqa qilgan. Nimaga daverni Muttahamlar. Shundoq qizni o'g'il ifloslar. Bu debil Undan ko'rishlar hammasini o'zi qirilib ketgani yaxshi emasmidi? Tabiiy go'zal. Xudo rahmat. Shu Ferizaxonga ofiyat bersin, sabr bersin, yonida turayli. Ilohim adolat qaror topsin. Yaxshi kunlarda keldi qilayli, Xudoyim. Tezroq shularni Xudodan so'rab turibman. Tezroq hal bo'lsa. Ozgina bo'lsa ham onasini alami bosiladi. Mana shular jazosini olsin, haqorat qilgan. Men qotil demayman. Og'zimdan ilolmaydi. Hech qachon og'zimdan ilolmaydi. Men qotil deyotganim yo'q ular, lekin haqorat qilganning javobini bersin. Bersin javobini, haqorat qilgani bersin. Filoslar. Men bitta ommaga chiqib olib, internetga chiqib, xohlagan gapini gapiradi. Hazilgacha o'lgan qiz bilan urushyapti, bular. Uyatsizlar. Vijdonsiz muttahamlar. Qotilni o'zi qonun topadi, joyiga qo'yib qo'yadi. Sal o'zingning og'zingdan chiqqan gapga javobini berlaring. Haqorat qilganlaringga. Ularda sudda qanaqangi nima qilishini tasavvur qilaveraman-da.